Assalomu alaykum barchaga. Ismim Muhammedov Abdulaziz. O'zbekistonda Kaizen bo'yicha ekspertman. Kaizen to'g'risida eshitdingiz, o'qidingiz, seminar va treninglarda qatnashdingiz. Lekin eng asosiy savol qilyapti. Kompaniyamda Kaizenni qanaqa qilib joriy etaman? Sizga osongina kompaniyangizda DMAIC metodologiyasi orqali joriy etish ketma-ketligini tushuntirib beraman. Birinchi bosqich bu define bosqichi, ya'ni aniqlash. Biz kompaniyadagi muammoni ko'lamini aniqlaymiz. Bunda mijoz uchun muhim parametrlar instrumenti juda ham asqatadi. Masalan, mebel ishlab chiqarish kompaniyasini oladigan bo'lsak, unda 3 ta muhim parametri mavjud. Bu mahsulot sifati va narxi, mahsulotni tayyorlash va yetkazib berish muddati va servis. Shu 3 ta muhim parametrga asosan jarayonlarimiz qanaqa ketayotganini tahlil qilamiz. Bundan tashqari, ushbu muammoni yechish uchun kerakli odamlar va jarayonlar ro'yxati tuziladi va ikkinchi bosqichga o'tamiz. Ikkinchi bosqich bu o'lchash bosqichi. Birinchi navbatda biz ma'lumot yig'ish planini tuzib chiqamiz, so'ngra o'lchashni boshlaymiz. Mebel kompaniyasi misolini davom ettiradigan bo'lsak, sotuvchi buyurtmani qabul qilgandan to yetkazib bergungacha bo'lgan jarayonlarni o'lchaymiz. Umumiy qancha vaqt ketyapti, har bitta operatsiyaning sikl time qanaqa va o'rtada qanaqa yo'qotishlar bor. Navbatdagi 3-bosqichimiz bu analiz bosqichi. Hozirgacha yig'ilgan barcha ma'lumotlarni tahlil qilamiz. Bunda bizga Ishikawa 5 ta nimaga yoki Pareto instrumentlari yordam beradi. Misolimizga qaytsak, mahsulot o'z vaqtida yetib bormayotgan bo'lsa, bunga sabab bo'lishi mumkin. Prosesimizda mahsulotlar o'z navbatini kutayotgan bo'lishi mumkin. Yoki bo'limlar o'rtasidagi ma'lumot almashuvida nuqson bo'lib, ma'lumot ishlab chiqarishgacha yetib kelmasgan bo'lishi mumkin. Muammolarni jamoa bilan tahlil qilganimizdan keyin 4-bosqichga o'tamiz. Bu takomillashtirish bosqichi. Xulosalarga ko'ra, biz kompaniyamizni qaysi jarayonlari yoki bo'limlarda takomillashtirish, amalga oshirishimizni rejasini qilamiz va uni sinab ko'ramiz. 5-bosqich bu nazorat qilish. Hozirgacha amalga oshirilgan loyihalarimizni nazorat qilib, natijalarini kuzatamiz. Ba'zida uchrab turishi mumkin, loyiha teskari effekt, ya'ni kutilgan natijani bermasligi mumkin. Bunday holatda DMAIC sikli yana qaytadan boshlanadi. Muammoni aniqlaymiz, o'lchaymiz, analiz qilamiz, takomillashtiramiz, nazorat qilamiz. Agarda siz kompaniyangizda Kaizenni joriy qilishga qiynalayotgan bo'lsangiz, NGD mutaxassislari sizga yordam beradi. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va bepul konsultatsiyaga yoziling.